Saodat asri qissalari. Haq din yo'lida. Haniflar. Makkada bayram. Makkaliklarning deyarli hammasi shahar ko'chalariga chiqqan. Ular bir butning atrofiga to'planganlar. Qurbonliklar so'yilib, butga baxshida etilayotir. Qilingan qurbonliklardan butlar nimani tushunganliklari hech kimni qiziqtirmaydi. Shu bayram kuni bu odamlarga qo'shilmay, ularning kulguli xatti-harakatlarini bir chekkada kuzatib turgan 4 kishi ham bor edi. Ular juda g'amgin edilar. Qavmimiz tutgan yo'l hech to'g'ri emas-da. Haqiqiy din bu din emasligiga qasam ichishim mumkin. Gaping to'g'ri, ey Varaqa. Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mana, masalan, qoshida qurbonlik so'yilayotgan bu but meningcha boshqa toshlardan sira farq qilmaydi. Hech kimga foydasi ham yo'q, zarari ham. Bu so'zlarni so'zlagan Zayd ibn Amr edi. U yana birodarlariga qarab, men qat'iy qaror qildim. Darhol yo'lga tushaman-da, haqiqiy dinni izlayman. Menimcha haq din payg'ambar Ibrohimning dinidir, dedi. Ha, albatta, Ibrohimning dinidan boshqa haq dinning yo'qligiga aminman. Suhbat shu tarzda davom etdi. Qisqa vaqt ichida yo'lga tushishga ahdlashib tarqaldilar. Bular Varaqa ibn Nawfal, Zayd ibn Amr, Usmon ibn Huvayris, Abdulloh ibn Jahsh edi. Ammo bu yig'ilish va suhbat fil hodisasiga nisbatan qaysi yili bo'lgan noma'lum. Varaqa ibn Nawfal Shom tomonlariga ketdi. Uchrashgan din arboblarining ta'sirida xristianlikka kirdi. O'qish, yozishni o'rgandi. Xristian diniga oid kitoblarni o'qidi. Ibroniy, ya'ni qadimgi Yahudiy tilini o'rganib, Tavrotni ham mutolaa qildi. Makkaga qaytganda yahudiylikni ham, xristianlikni ham chuqur o'rganib olim bo'lgan, hatto Tavrotdan, Injildan ba'zi narsalarni yodlab olgan edi. Ba'zan Yahudiy tilida o'qigan diniy kitoblarining mazmunini arab tilida so'zlab berardi. Ammo na birovni xristianlik diniga chorladi, na Makka ahlidan biror kishi uning oldiga kelib, "Ey Varaqa, payg'ambar Iso alayhissalomning dinini menga ham o'rgat. Men uning diniga kirishni istayman", der edi. U o'z holicha to'g'ri ekanligiga ishongan xristianlik diniga sodiq bo'lib qolaverdi. Birov kelib, "Sening butlarimizga ibodat qilganingni ko'rmay qoldik. Endi oramizga qo'shilmasang bo'lmaydi", demadi ham. Vaqt o'tib Varaqaning ko'zlari xiralashdi, yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Lekin o'qigan kitoblarida yozilgan ma'lumotlar yodida edi. Chunonchi Tavrot va Injilda o'qilganida bir necha oyatning endi keladigan payg'ambar haqidagi xushxabar uning zehniga o'rnashib qolgan. Bu so'nggi payg'ambarni intizorlik bilan kutar edi. U zot shu Makka shahridan chiqadi deb ishonch komil edi. Ora-sira makkalik tanishlariga chuqur razm solar. Ajabo, bulardan qaysi biri payg'ambar bo'lishi mumkin? Saodat toji ulardan qaysi birining boshiga kiygizilar ekan-a? deb o'ylab qolardi. Kimga payg'ambarlik unvoni munosib ko'rishini albatta Alloh o'zi yaxshi bilardi. Nima bo'lardi, ey Robbim, meni o'sha payg'ambarga yetishtirsang. So'nggi paytlarda Varaqa shu duoni pichirlab aytib yuradigan bo'lib qoldi. Usmon ibn Huvayris Shomga bordi. O'sha yerda muqim o'rnashdi. U ham xristianlikni qabul qildi. Bundan tashqari, Shom hokimiga makkaliklar ustidan arz etib, agar ularning ustiga muntazam bir qo'shin bilan yurishtirilsa, u yerlarni osongina fath qilish mumkinligiga ishontirdi. Hokim o'zining qo'li ostida xizmatda bo'lgan 2 darajali boshqa bir hokimga maktub yozib, Usmon ibn Huvayrisdan berib yubordi. Maktubda qo'shin bilan Makka ustiga yurish qilish va u yerlarni ishg'ol etish buyurilgan edi. Hokim ibn Jafna bu farmonni bajarish uchun tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shu paytda uning maqsadidan voqif bo'lgan darveshlar guruhi ibn Jafnani ziyorat qilish uchun izn so'radilar. Ibn Jafna huzuriga tashrif buyurgan
tarki dunyochilardan so'radi. Xo'sh, xizmat? Ey Malik, haram xalqi ustiga qo'shin bilan yurish qilish niyatingni eshitdik. Shu to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Menga buyurilgan farmon shu. Ey Malik, bizlar seni yaxshi ko'ramiz. O yerlarni bosib olsang, bundan bizga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Ammo o yerda Ka'ba deb ataluvchi payg'ambar Ibrohim zamonidan qolgan bir bayt borki, Alloh hech kimsaning bu baytga qo'l ko'tarishiga, unga hujum qilishiga rozi bo'lmaydi. Chunonchi bundan bir necha yil oldin Yaman tomonlardan kelgan katta qo'shin Makkaga yetay deb turganda Allohning qarg'ishiga uchrab mahv bo'lib ketdi. Bu ayni haqiqatdir. Zinhor bunday ishga bel bog'lamagin dedilar. Shundan keyin fil hodisasining tafsilotlari bilan so'zlab berdilar. Bularni faqat va faqat yaxshilik tilab gapirib berdik, ey Malik. Boshingga bir kulfat tushsa, biz uchun benihoya qayg'uli bo'ladi, dedilar. Ibn Jafna ularni kuzatgach, kichkina bir tekshiruv o'tkazib, Abraha lashkarining fojiaviy halokati haqida aniq ma'lumot oldi. Darhol tayyorgarlikni to'xtatdi. Usmon ibn Huvayrisni huzuriga chaqirtirdi. Haram hududini fath etishga bunday imkoniyat yaratib bergani uchun tashakkur bildirdi. Bu hali xamir uchidan patir deya bir necha ko'ylak hadya etib, uning egniga kiydirdi. Usmon yangi libos kiygani uchun kechqurun tanasining qattiq qichishayotganini sezdi. Qashingan edi, yaralar paydo bo'ldi. O'zini tobora yomon his qila boshladi. Shundan keyin birdaniga "Yo al-Xazar" deb yubordi. Ammo vaqt o'tgan edi. Ko'ylagiga zahar surtilganiga hech shubhasi qolmadi. Darhol yechdi. Biroq endi hech narsani o'zgartira olmasdi. Sekin asta o'limi yaqinlashaverdi. Bir necha soatdan so'ng Ibn Jafnaning huzuriga kirganlar unga Usmon ibn Huvayrisning tipirchilab jon berganini bildirdilar. Bizga qazgan choqga o'zi yiqildi, dedi hokim. Abdulloh ibn Jahsh turli joylarga bordi, ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldi. Nihoyat u ham xristianlikka kirdi. Bu din uning qalbiga huzur va osoyishtalik bag'ishladi. Abdulloh qidirgan narsasini topganiga ishonchi komil edi. Yana Makkaga qaytdi va u yerda tinch hayot kechira boshladi. Zayd o'rtoqlari bilan xayrlashib, uyga kelgach, maqsadini avval xotini Safiyaga bildirdi. Hadromiyning qizi Safiya bundan sira xursand bo'lmadi. Erini juda yaxshi ko'rardi. Yaxshi xulqli, pokiza va suyukli inson edi. Kelishgan, basavlat bir kishi edi. Uzoq vaqt undan ayrilishni hech ham xohlamadi. "Ketma Zayd, shu yerda yonimda qol, sensiz tura olmayman" dedi. Ammo Zaydning ahdi qat'iy edi. Bu shunchaki aytilgan gap emas. Ko'ngilning tub-tubigacha singib ketgan dunyo qarash edi. Er-xotin hech kelisha olmadilar. Zayd ketish fikridan bir daqiqaga bo'lsa-da qaytmadi. Safiya ketkazmayman deb o'jarlik qilib turib oldi. Zayd Safiya ko'rsatgan hamma vajlarini sabr toqat bilan tingladi. Uni ko'ndirishga urindi. Keyin "Ammo men albatta haq dinni topishim kerak. Bu yo'lda har qanday og'irchilikka, yo'qotishlarga ham tayyorman" dedi. "Xo'p, biz sensiz nima qilamiz, Zayd?" o'g'liga ishora qildi. "Mana, Said bolamni bag'ringga bosib o'zingni ovuntirarsan. Kelajakda jannat xushxabarini hayotlik chog'idayoq oladigan bu kichkina bola Ashara-i Mubashsharadan payg'ambarimiz jannati bo'lganliklaridan xush xabar bergan 10 kishidan biri bo'lgan Said ibn Zayd hazratlari edi." Biroq bu bahona Safiyani ishontira olmadi. Aytishga oson, lekin ayol uchun erining o'rni boshqa, o'g'ilning o'rni boshqa. Bahs tortishuvlar shu tarzda cho'zilib ketdi. Zayd xotinini hech ko'ndira olmadi. Oxiri u rozi bo'lmasa ham yo'lga chiqishga qaror berdi. Safiya ham o'z navbatida uni qanday qilib bo'lsa-da olib qolishga qat'iy kirishdi. Nihoyat ahvolni Zaydning amakisi Hattobga gapirib berdi. Hattob Zaydga pand nasihat qildi, do'q urdi. Haq din haqidagi xom xayolni miyangdan chiqarib tashla, deb qattiq ogohlantirdi.
Hattob Zaydning ham amakisi, ham akasi edi. Zaydning bobosi Nufayla o'lganida orqasidan 2 o'g'il va xotini qolgan edi. Biri oldingi xotinining o'g'li Amir, ikkinchisi endi beva qolgan xotinidan tug'ilgan Hattob. Nufayling ta'ziyasi kuni g'alati hodisa ro'y berdi. Azaga kelgan xotinlar dod solib yig'lar edilar. Arab odatlariga ko'ra yaxshi xislatlari ta'rif etilgan marsiyalar o'qilardi. Shu payt Nufaylning o'g'li Pusib borib bir xonaga kirdi. Chapga, o'ngga alangladi. Hech kimning u bilan ishi yo'qligidan foydalanib, bir zumda qo'ynidan chiqargan ro'molini o'gay onasining boshiga yopdi. Ayol bir sapchib tushdi. Biroq endi bo'lar ish bo'lgan. Ro'mol boshiga yopilgan edi. Bundan buyon Amir o'gay onasining yakka xo'jayini bo'lishi huquqini qo'lga kiritgan edi. Istasa unga o'zi uylanadi, istasa boshqa birovga sotib yuboradi. Chirkin, ammo keng tarqalgan odat edi bu. Eri o'lgan xotin marhumning janozasi o'qilayotganida aza tutsinmi yoki erining yaqin qarindoshlaridan biri to'satdan boshiga yopadigan ro'moldan saqlanish yo'llari haqida bosh qotirsinmi? Boshiga og'riq kulfat tushgan ayol yo butun dardini unutib, faqat shu haqidagina o'ylashi va ovlanishdan qutulishi, yo boshiga tushadigan ishga rozi bo'lishi, ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi. Uchinchi yo'l yo'q edi.